Knopishni telefonlarda internetga kirib yurgan avloddanman. Men gap tejak. Faqat bizda avlodda bo'lgan bu narsa. Hozirgi avlodda ham, o'tmishda ham bo'lmagan bu men hozir gapirayotgan narsalar. Bolalar bilan stadionga chiqib futbol o'ynagan davrlarimiz. Bolalar bilan kechasi ko'chaga chiqib turib mahalladoshlar bilan yoshim machoqlab o'ynaganlarimiz. Mahallam bolalari bilan mahallam bolalari futbol o'ynaganimiz. Otishma daga o'ynaganimiz. Boynagi Ahmad akaning diskit xonasiga borganmiz. Diskit emas, DVD kastasini sotib olib seks ko'rgan avlod biz bo'lamiz.